Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 2026-yil 30-aprel navbatdagi pressimizni Jizzax shahriga uzatdik. Akamiz bundan bir haftadan oldin zakas keladi. Bugun tayyor bo'lib olib ketyapti. Aka, qanday? Sizga rahmat. Bu chiqdi. Allohim barakali mol qo'yib ikkita tashib. Xudo xolasa. Zakasdami? Yaxshi kunlarga xizmat. Kelinglar, olinglar. Ishonchli qo'llarda. Dokument pagini hech qanaqa muammosi yo'q. Hammasini joy-joyida hal qilib beradi. Kutmaysizlar. Vaqtingizni kutmaysizlar. Tezda hal bo'ladigan narsa. 1,5 soatda taklif berdik hammasini. Mana stolning hammasi ishlayapti, qo'lojni. Baraka toping. Sizlarga rahmat o'qiymiz. Yaxshi kunlar. Xursand bo'ldik sizlardan. Bu prensipimizga kelsak, bu prensipimiz 1,2 razmerda bo'lsa, orqasi trenddagi prensiplar, tepaga ochiladigan. Tentli qo'li listdan bo'lgan, ko'rishingiz uchun chiroyli qilib egalarga taxlab berdi. Sizga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanadi. Ramalar shivillardan bakvar resurlardan qo'yilgan mostiga duvona shivillar qo'yilgan. Oldiga balonchalar bilan taxlab berdik. Har doimgidek zanjir, parkov, tok montaj, 1 ton 600 zamok, как положено qilib taxlab berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaveradi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar.